shunaqalarni ham o'zimiz qilib, chiroyli holatda ko'chatlarni tayyor qilib beramiz. Bir bunda ko'chat desangiz, joydan bu qiziq tarafi joylarimiz bog'lansa, burish qo'llarni makonga qo'yamiz. Xudo xolasa chiroyli qilib ko'chatimizni o'zlarini ko'zlar oldida ko'chirib, o'zimiz tavsiyasini berib, 50 dona gilos ko'chatdan ko'chirib berdik. Xudo xolasa akalar, kim shunaqangi holatda dehqonni o'zidan ko'zim bilan ko'rib, tekshirib olaman degan dehqonlar bo'lsa, bemalol kelishlaring mumkin. Sizlar uchun doim xizmatdamiz, kelib ko'chirib beramiz. Mana shu qo'lyap bizniki xudo xolasa. Hamma ko'chatlarimiz tajribadan o'tgan, o'zimiz tavsiyani berib, nimani ekishni o'zimiz aytamiz. Xudo xolasa kelishlaring ham shart emas. Agar ishlaring, vaqtlaring tig'iz bo'lsa, o'zimiz dastavka qilib 12 ta viloyatga yetkazib berish xizmatlarimiz bor. 91lik 046 o'tvorasizlar do'stlar. Xudo xolasa aytgan ko'chatlaringni aytgan manzillaringga yetkazib beramiz. Navlarimiz bor, masalan, o'rigimizni erta pishar Vanderko, Rubista, Prista degan navlarimiz bor, eksport bor, hammasi xudo xolasa may oylarining o'rtalarida pishib yetiladi. Bundan tashqari bizda Black Splendor navlarimiz bor, Superleta slivalarimiz bor, beximiz bor, olma bexi, o'zi xavfsizda olma bexi deymiz. Izabella bexilarimiz bor. Keyin yana o'sha mashhur o'zlaringizning ijtimoiy tarmoqda ko'rayotgan bo'lsalaring, Pink Lady Rose gilos. Qishda ham buzilmaydigan qiziq. Shuni ko'chatlaridan bor. Keyin gilosimizda 5-6 xil navlari bor. Mintapol, Skina, Valovoy sertsi, keyin bahor oyida pishadigan o'zimizning mahalliy navlarimiz bor. Kaypayvanti Maglovkada bo'lgan, Cheremuxoda, qora gilosda bo'lganlardan bor. Bemalol qaysi navdan kerak desalaring, biz o'zimiz kesalaring ko'chirib beramiz. Akalar ta'kidlab o'tib ketdi. Mabodo zarurat ishlaring bo'lsa, xo'pdagi kelishga vaziyatlaring, sharoitlaring bo'lmasa, biz albatta o'zimiz mana shu syomka qilib, ko'chirib, olib borib, o'zimiz bog' tayyorlab berishga ham qodirimiz deyapti bular. Aka-ukalar, mana shu ekranda chiqqan raqamlarga shunda qo'ng'iroq qilinglar. Bitta davlat 24 soat ishlaydi bu raqamlar. Salomat bo'linglar. Videomizga like bosib, bu yoqqa mirishkorlarga shuni tarqatib qo'yasizlar, savob qilasiz. Ko'pchilik so'rashadi. Hozirda prezidentimiz yerga, boshqaga subsidiya, kreditlar ajratyapti. Ko'pchilik so'rayapti, sertifikat, nav guvohnoma, shunaqalarni ham o'zimiz qilib, chiroyli holatda ko'chatlarni tayyor qilib beramiz. Keyin navga ishonmasdan ikkilanayotgan akalar bo'lsa, xudo xolasa, Cherez notariusga yozib, qo'l qo'yib, ko'chatimizni ham sotaveramiz. Shunaqaga ham ishlaveramiz. Albatta, qarang, imkoniyatlarni qarang, Bugun hozir kelganimizda bitta bular omad, xudo xolasa ekkan ko'chatlaringdan mana shu bo'ladigan daromaddan yaxshi narsalarga, farzandlaring ilmga, bilimga sarf qilishga nasib qilsin. Salomat bo'linglar, adashmanglar.